Vaziyat shunchalik jiddiymi? Rasul Kusherbayev nega Ichki ishlar boshqarmasida va uning telefoni nega olib qo'yildi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor va so'nggi xabarlarni kanalimizda muntazam kuzatib boring. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, rasmiy xabarlar olami kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Rasul Kusherbayev telefonim olib qo'yildi. Ichki ishlar boshqarmasi mendan yashirin surishtiruvlar olib boryapti. Rasul Kusherbayevning ma'lum qilishicha, u kecha Yangiyo'l tumani Ichki ishlar boshqarmasiga maslahatlashish bahonasida chaqirilib, bir necha soat ushlab turilgan. Unga nisbatan asossiz ariza berilgan bo'lib, yashash joyi Yangiyo'lda emasligiga qaramay, aynan shu tuman Ichki ishlar boshqarmasi ish bilan shug'ullanayotgani tushunarsizligini bildirgan. U vazirdan rasmiy izoh kutayotganini bildirib qolgan. Tezkor va so'nggi yangiliklarni rasmiy xabarlar olami kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.